Assalomu alaykum radnoylar. Kommentariyada birisi bu Xorazmni yaxshi ko'rishmas, bu millatchilik. Xorazm boshqa viloyatga ajratishda. Do'stim, shu mashin sana. Sen mashina mindiraman. Bitonkaga boramiz, Xorazm yo'lida Bitonka, Buxoro, Xorazm Bitonkasi bor, 300 kilometr. Sho'ra boramiz. 9 minut. 9 minut bizni mashinada o'tirasan-da, 90 ku bizniki. Kapotni ochib turasan. 90, 95, 9 minut ichida to'xtamasa mashina seniki. Urasanmisiz? Bir jilli tashkil etib bersang bo'ldi, sendan mashina sashing kerakmidi? Men shuni uchun yaxshi ko'raman Xorazmni. Chetda, Rossiyada, liboy bir yerda 90 ni ko'rasan, 95 ni ko'rasan, radnoy bo'lib ko'rasan, radnoy bo'lib. Hamma boshqa nima o'tadi yo'q. Xayol surib bedab qo'rg'onda bir eldinga chiqib qarasang 95 90 boshqacha og'ayaga ko'rganda o'tib ketadi. Ya bir menda shunday bo'ladi onda, ya hammada shunday bilinmaydi.